umid bilan qizini chiqarib beryapti bizga, shu erkak, shu o'g'il bola, shu mard, shu musulmon deb siz bilan men uylanganlarga berdi va uylayotgan o'g'il nevaralarimizga qizini beryapti ishonib. Bugun shu ishonchni oqlayaptimi? Oqlagani yo'q. Gapiga javob beryapti kuyov bolalar. Gapiga javob bergani yo'q. Qabul qildim deding nikohda. Ho'y, gapingga javob ber erkak. Sen Allohning omonatini qabul qilding. Hamma problemasini qabul qilding. Nimaki rasxoti bo'lsa qabul qilding. Sen o'g'il bola, sen do'ppi kiyasan, ro'mol o'ramaysan. Ho'y, gapingga javob ber. Unga zulm qilma, urma, kamsitma, xorlama, xo'rlama. Boshingda ko'tar, chiroyli muomala qil. Endi u seni hurmat qiladi. Ro'zg'orni butun qilib qo'y. Dangasa bo'lma, ish yoqmas bo'lma. Qani shu narsa?